Как раз maktabda tarix o'qituvchisi kelib kiradi nega darsga. Shuncha bitimdi ha, Buyuk Vatan so'g'ushi yillari, uzoqlar. Shundan endi Abdurag'ashon o'qituvchi bir bolaga so'rov berar ekan edi. Vali deb aytadi, "Mana davay aytadi menga Buyuk Vatan so'g'ushida uzgan Berlinni kim olgan?" deb aytadi. Shundan Vali endi balay qarab turganda qiyiqib chiqqanda jilay boshlagan. "Narsaga jilaysan?" deb aytadi. "Abi men olmadim" deb aytadi bu. Hozir buning nervasi chiqqan endi. Har klassdan so'ra klassda abi butun klass aytadi, "Abi Vali olmadi" deb aytalardi. Hozir bu mana nishagan. Jigirib qadib tutib olganda ayda Vali ketdik, zavushga boramiz. Zavushga olib kirganda zavush aytadi, "Ne? Mana qaraydi sen buni, butun darsimni izdi. Shunday momentda, shusha turida string Berlinni kim olgan deb so'ragan, men olmadim deb klass oldida javob beradi. Nishating bu bola deb aytadi. Shundan zavush aytay ekan, "Vali oldimmi? Olgan bo'lsang ber" deb aytadi. Shundan hozir Vali hamon jiliydi endi, "Yo'q, olmadim" deb aytadi. Abdurag'ash hozir bu endi tutqanda o'qituvchi direktorga olib kirgan. Direktorga olib kirganda, "Iptash direktor, mana zavushga olib kirdim. Zavushda aytmadi olganin. Kim olganini aytmadi. Mana sizga olib kirdim endi. Necha tilga mana buni" deb aytadi. "Nasa bo'lsin" deb aytadi. "Ne? Mana Berlinni kim olgan deb so'ragan edi" deb aytadi. "Men olmadim" deb jiliydi ekan. Direktor qarab turganda, "Tak" deb aytadi, "Vali. Valining atiga nisa aybat kishi. Bulay noshar kishilar tugul. Agarda endi Vali olgan bo'lsa, o'ynar-o'ynarda kiri qaytarib berib, olishim darsi buzib turmag'in" deb aytdi.